Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. 3-testimizni tahlilini boshlaymiz. Demak, 3-testimizning birinchi savolida nima deyapti? K va L nuqtalar orasida qarshilik 180 bo'lsa, N nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik nimaga teng debdi. Bu yerda nechta qarshilik bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta qarshilik ketma-ket ulangan birinchi holatda. Mana birinchi holat. 6 ta qarshilik ketma-ket ulangani uchun har bitta qarshilikni R deydigan bo'lsak, 6R teng bo'lyapti 180 ga. Shundan kelib chiqadiki, har bitta qarshilikni o'zini topadigan bo'lsak, 30 ga teng bo'lib qolyapti. Bitta qarshiligimiz o'zi 30 ga teng bo'lib qolyapti. Demak, bu yerdagi har bir qarshiligimiz 30 dan ekan mana. 30. 30. Bu ham 30 mana. 30. 30 dan ekan. Endi mana bu ikkalasiniki, mana bu ikkala qarshiligimizning umumiysi bu 15 ga teng bo'lib qoladi. Chunki ikkovi parallel. Mana bu uchala qarshiligimizniki esa-chi, bu uchala qarshiligimizniki 10 ga teng bo'lib qoladi parallel bo'lganligi uchun. Mana buniki o'zi 30. Endi mana bu 15, 10, 30 bir-biriga ketma-ket bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi. M va N nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni hisoblaydigan bo'lsam, 30 plus 10 plus 15 jami 55 ga teng bo'ladi. 55 ga teng bo'lib qolar ekan. Javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. Davom etamiz endi. Demak, 1 kilomol gaz 100 kilopaskal bosim ostida 100 haroratda qanday hajmni egallaydi debdi. Demak, biz buni nima qilamiz? Mendeleyev Klaperon tenglamasini yozamiz. PV nu RT degan formula bor edi. Eslasak. Ana shundan biz hajmni topadigan bo'lsak, bizaga nu RT ni bo'lamiz P ga. Shularni qo'yib o'rniga hisoblaydigan bo'lsak, 1 kilomol degani 10^3 8,31 ko'paytirib 373 taqsim 10^5. Shuni hisoblagan paytimiz bizga 31 metr kub chiqar ekan. 31 metr kub chiqib qolar ekan. 31 metr kub chiqib qolar ekan. Demak, mana C javob bo'ladi. Ikkinchisi, zanjirdagi tok kuchi 1 amper bo'lsa, debdi. Zanjirdagi tok kuchimiz 1 amper bo'lsa, 9 daqiqada qancha zaryad oqib o'tadi? Demak, bizga oqib o'tgan zaryad miqdori tok kuchi bilan vaqtning ko'paytmasiga teng-ku. Shundan 1 ko'paytiruv 9 minut 540 sekund hisoblanadi. 69 ni 60 ga ko'paytirsak, shunda javob 540 kulon chiqadi javob. Mana. Yengil avtomobilning tezligi va g'ildiraklari bilan asfalt orasidagi ishqalanish harakati 4 marta oshsa, tormozlanish yo'li qanday o'zgaradi? Birinchi holatda avtomobilning tormozlanish yo'li V0 kvadrat taqsim 2 mu j edi. Endi mana shuni bizga aytayaptiki, bu S1 da S2 yo'limiz nimaga teng bo'ladi? Tezlikni 4 marta orttirsak, bu 16 V0 kvadrat bo'ladimi? Demak, shuni endi 2 ko'paytiruv 4 ta mu j bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, 4 V0 kvadrat taqsim 2 mu j bo'ladi. Demak, bu 4 marta ortgan hisoblanadi. 4 marta ortadi deymizda, A javob belgilab ketamiz. Davom ettiramiz endi. Demak, jism vertikal yuqoriga shu tezlik bilan otildi. Qancha vaqtdan so'ng u tezligi boshlang'ich tezligidan 2 marta kichkina bo'ladi debdi. Mana shu yerdan jism otildi va mana shu joyda va mana bu joyda bo'ladi. Hozir aytaman. Demak,
Jism yuqoriga qandaydir vinul bilan otildi. Shunday chiqib bordi-da, mana shu joyda uning tezligi 3 marta kamaydi deyaptimi? 2 marta kamaydi deyapti. V0 taqsim 2 bo'ldi. U yuqoriga chiqib ketib, yana qaytib tushadimi pastga qarab? Shu joyda yana V0 taqsim 2 bo'lgan tezlik bor-da, 2 marta tezlik bor. Demak, bizga V0'imiz 30 bo'lsa, V tezligimiz 15 metr taqsim sekund bo'lar ekan. V0'imiz 30 metr taqsim sekund bo'lsa. Biz mana bunaqa tenglama orqali topamiz buni. V teng yuqoriga otilganda tezlik tenglamasi V0 minus gt edi. Shunga bir marta qo'ysak 15 ni, shunda 30 minus 10 T1 bo'ladi. Shundan T1 ni topsak 1,5 sekund chiqadi. Endi qarama-qarshi dastlabki tezligi yuqoriga edi, keyin bir yuqoriga chiqib qaytib kelgan payti pastga bo'lib qolaman tezligi. Shuning uchun minus V V0 minus GT2 bo'ladi. Shu orqali topadigan bo'lsak, minus 15 teng bo'ladi 30 minus 10T. Shundan T2 ni topadigan bo'lsak, 4,5 sekund chiqadi. Demak, bizga mana bu ikkita vaqtimiz bo'lib qoladi. Shunda bu javobimiz A javob bo'lib qoladi. A javob bo'lib qoladi. Davom etamiz. Yassi kondensator qoplamalardagi kuchlanish 240 volt, zaryadi shu bo'lsa, ya'ni kondensator energiyasini toping debdi. Kondensator energiyasini toping degan. Kondensator energiyasi bu Q kvadrat taqsim 2S. Yoki Q zaryadni kuchlanishga ko'paytirib 2 ga bo'lish orqali ham topiladi. Demak, zaryadimiz 8, 10 usti minus 3 ko'paytiruv 250 taqsim 2. Demak, 1 joule bo'lib qolar ekan. 1 millijoule. Millivolt bo'lsa 10 usti minus 3. Mana shu yerda xato ketganmi deyman savolimizda. Millijoulda so'rabdi. Yo, to'g'ri. To'g'ri, 1 joule degani bu 1000 millijoulga teng bo'ladi. Chalg'ituvchi savolda D javob bo'ladi. Davom ettiramiz. Demak, 7-savolimizda zanjirning umumiy qarshiligini toping debdi. O'zgaruvchan kuchlanish manbayiga kondensator bilan induktiv g'altak ulanyapti. O'zi umumiy formulamiz qanday bo'ladi? Aktiv qarshilikning kvadrati plus XL minus X ning kvadrati edi. Demak, bizda bu yerda aktiv qarshiligimiz 0 bo'lganligi uchun XL minus X ning o'zi bo'lib qoladi. Bunda 7 minus 7 javob 0 bo'lib qoladi. A javob bo'lib qoladi. Xo'p, bizda aytayaptiki 8-masalamizda keyingisida linzalarning fokus masofalarining nisbatini toping deyapti. Mana bu K linza, bu L linza. Endi biz buyumni, mana birinchi linzaning fokusini qayerdan topib olamiz? Shuni bilib olamiz. Har bir masofani x desak oralig'da, x deydigan bo'lsak, har bir oralig'ini x deb chiqaradigan bo'lsak, demak biz buni qanday bilib olamiz? Agar biz biron bir linzaning fokusiga yorug'lik manbai qo'yadigan bo'lsak, nur linzaga tushib, linzadan o'tgandan keyin parallel bo'lib qoladi. Demak, biz shundan f k ning fokusin 3x ligini bilib olamizda. F k ning fokusi 3x ligini bilib olamiz. Demak, endi ikkinchi linzaga parallel nurlar
linzaga tushadigan bo'lsa, u fokusda yig'iladi deymiz. Demak, bu 2x da yig'ilyaptimi? Shunda f Lniki bu 2x bo'lib qoladi. Shuni nisbat oladigan bo'lsak, bizaga javob 3/2 bo'lib qoladi. A javob bo'lib qoladi. Davom etamiz. Zaryadlari 4 qu plus 4 qu minus 3 qu bo'lgan ikkita bir xil suv tomchilari qo'shilsa, ularning umumiy zaryadi qanday bo'ladi? Zaryad bu zaryad saqlanish qonuni bo'lsa, umumiy zaryadimiz Q1 bilan Q2 to'g'ridan-to'g'ri qo'shiladi, modullarimiz. Shunda 4 Qdan ayiraman 3 Qni. Demak, bu plus Qga teng bo'lib qoladi. Javobimiz B javob bo'lib qoladi. Uchinchisi, optik kuchining birligini toping deyapti. A javobda girs bu chastota birligi. Girs bu chastota. Ikkinchi B javobda Paskal bu bosim. Dioptriya. Demak, optik kuchi birligi dioptriya. Bu amper tok kuchini birligi. Demak, javobimiz bizaga C javob bo'lib qolar ekan.